Otabek qo'ygan chiroqlarda hayajonlanib o'tiribman. Ammo bu hayajonlar bir kun yo 2 kun bo'ladi. To ko'z o'rganguncha. Keyin u oddiy narsaga aylanib qolaveradi. Hayotda hamma narsa shunday. Masalan, yuragingizni bergan odamingiz ham siz uchun odatiy bir odamga aylanadi, vaqt soati keladi. Ammo masala bir rishta bormi? O'rtada. Ko'rinmaydigan. Boyagi visol muhabbatning go'zal o'limi deydi-yu. Agar toza, moddiyatga qurilmagan narsalar bo'lsa, munosabatlar yashashda davom etadi. Ammo u ham bir joygacha. Ya'ni oxirigacha emas. Mana sizdagi narsalar ikkiga bo'linadi. Sizdan olib qo'yish mumkin bo'lgan narsalar, sizdan olib qo'yish mumkin bo'lmagan narsalar. Biz har doim jamiyat olarak insonlar ko'proq bizdan olib qo'yilishi mumkin bo'lgan narsalarga sarmoya kiritamiz. Hayotimiz davomida harakat qilayotgan hamma narsamizni bizdan kimdir olib qo'yishi mumkin. Uy, joy, mashina, udir, budir, kreslolar, hamma narsa. Ammo bizdan bitta narsalar bor, olib qo'yib bo'lmaydi. Ya'ni insonni qo'lida emas, faqat Allohning qo'lida uni olish. Bu ham aqlingizda olish bilan olinadigan narsalar. Ya'ni sizni qalbingizga, ichki ichingizga, fitratingizga, zohiringizga, botiningizga qilingan sarmoyalaringiz sizdan olib bo'lmaydi. Ya'ni bir form, shakllar yo'q u yerda. Shaklga solinmagan va shaklga sig'maydigan narsalar bor. Masalan, men uzoqdan olib kelyapman, qayerga olib kelayotganimni tushuntiraman hozir. Masalan, biz surat va shakl deymiz. Shakl biz his organlarimiz bor, ko'zimiz, qo'limiz tutib, ko'rib mumkin bo'lgan narsalar hammasi shaklga kiradi. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, his bilan emas, faqat aql bilan, tafakkur bilan anglaydigan narsalar suratga kiradi. Shuning uchun surat botinga tegishlidir, shakl zohirga tegishlidir, ko'rinishdir. Botin u surat, buni o'z deymiz. Yo us deymiz. O'z nima? O'zi bilasanmi deymiz. O'zi deganda aslini bilasanmi degan. O'zi buni bilasanmi? Buni aslini bilasanmi? O'zi bu narsani tushundingmi? Buni aslini tushundingmi, mohiyatini degan ma'noda. Shuning uchun olimlar aytadi, dunyoda ikkita javhar bor deydi. Biri o'zdir, biri to'zdir. Chang, tuproq, yerni, bu zaminni javharidir. To'z to'polon bo'lib ketdi deymiz-ku. To'z javhardir. Tabiatdagi o'z insonni javharidir. Mohiyatidir, suratidir. Ko'zga ko'rinmaydigan. Biz surat, sirat deb aslida surat bilan sirat bir tomonga tortadi. Shakldan farqi shu. U haqiqat bilan aloqador masalalar. Ana u yerda qilingan narsalar o'rganib qoldim, ko'nikib qoldim, ertaga oddiy narsaga aylanib qolmaydi u narsa. U javhar, tushuntira oldimmi? Ana endi sizni munosabatlaringizga gapni qayerga olib keldim. U javharda bo'lsa, sizni o'zingizda bo'lsa, aslingizda, mohiyatingizda. U yillar o'tsa ham o'zgarmay turaveradi. Ammo shakllar bilan, yoshliklar bilan, noz qarashmalar, ishvalar bilan bog'liq bo'lsa u munosabat 2-3 marta ko'rib o'rganganingizdan keyin u bir shakl oladi. Uni siyratga aloqasi yo'q. Faqat u shakl doimiy ravishda buziladi. Yipranadi, to'kiladi. Insonni shakl olib qo'yish mumkin bo'lgan qismidir. Uni yillar olib qo'yadi, dardlar olib qo'yadi, istiroblar olib qo'yadi. Oladida oladi. Bir kuni bittasi ayoli bilan endi ko'p yillar yashab
mana shunaqa bo'lib qolibdi endi. Faqat shu 30 yil yashagani uchungina bir xonada o'tirishadi. Yani aytadi, biz yillar shu darajada ko'p yashadikki, bir-birimizni gapirmasdan ham tushunadigan bo'lib ketdik. O'zi gapiradigan gapi yo'q o'zi. Ya'ni gapiradigan gapi qolmagan. Bahona nima? Gapirmasdan ham tushunadigan bo'lib ketdik. Deydi. Xuddi shunday, ammo xonada o'tirishaveradi soatlab. Nega? 30 yilda hurmati bor. Bolalarda hurmati bor. Bir umrda hurmati bor. Yaxshi yomon kunlarda xotirasi bor. O'tirishaveradi. Ammo bir-biriga bog'liq hech narsa qolmagandek go'yo xotiralardan boshqa. Va kunlardan bir kuni ular bir restoranda o'tirishibdi. Stolning ustida olma turibdi. Ayol olmani olib yeyishga uringanda erkak, "Ha, olma" deydi. Ayol aytadi, "Esladingizmi bu olmani?" desa, erkak butun xotirasini titkilab chiqyapti, olma haqida xotira yo'qda. Ayol aytayapti, "Esladingizmi buni? Olmani?" desa, erkak butun mana shu ayol bilan tanishganidan beri hammasini eslayapti, xotira yo'q olma bilan bog'liq. Endi olma, shu olmada bir kuni shu Nyutonning kallasiga tushgan, keyin yer tortish qonuni deb boyagi aravani quruq olib qochayotganda ayol juda qattiq xafa bo'ladi. Va deydiki, "Siz birinchi marta ikkalamiz o'rtamizdagi dialog shu olmani siz menga berishingiz bilan boshlangandi. Bu naqadar qizil va nafis, yuzingiz va o'zizga o'xshaydi degandingiz. Hayotida o'ziga juft tanlash uchun tanlagani ikkita muhim jumlani unutgan bir odam haqida gap ketyapti. Va balki hozir sizlarning ham oranglarda juda ko'pchilik kelin bilan birinchi marta uchrashganda nima degani esida yo'qdir. Ammo unutmang, borgan sari u esdan chiqib uzoqlashib ketaveradi. Voy 30 ga kirdim, 40 ga kirdim deylik, mayli. Chekmagan dardim, ichmagan nimam qolmadi. Xotin ermakka aylangan, bola ovunchoqqa, qolgan yana 40 yilni nima bilan to'ldirishga hayronman. 40 ga kirdim, qiladigan nima ish qilishni bilmayman endi. Hamma narsani qilib bo'ldim go'yo. Yonimda yana 40 yil yashashi mumkin bo'lgan odam bilan nima qila olishimni bilmayman deydi. Nega? Sarmoyani faqat nimaga, shaklga qilish o'rganda. Atrof ko'rsin. Bunday ko'rinishlik, bunday o'tirib bir kitob o'qimagan. Bir narsa muhokama qilmagan. Hayotdan bir ma'no qidirmagan. Qidirgan hamma narsasi shakllarga bog'liq. Atrofdagilarni shakliga kirishga, qo'shnilarni, boshqa juftlarning shakliga kirish, o'ziga tegishli, faqat ulargagina tegishli bo'lgan bir makon ham yo'q. Dunyoda shunday bir joy yo'qki, faqat u ikkalasi u yerda oxirigacha samimiy va soatlarcha zerikmasdan suhbat qilishi mumkin bo'lsin. Unaqa joy yo'q ularning. Joyi uyi. Tamam. Va u qadar bir-birini oldida bemalol bo'lib ketganki, o'zini aslidan yaxshiroq qilib ko'rsatishga ehtiyoj ham sezmaydi. Mana vitrin effekti deb gapiryapmiz. Vitrin effekti nima degani? Men do'konlarda eng yaxshi narsani tashqariga ko'rinadigan qo'yib qo'yadi. Mollarni eng yaxshisini. Biz ham hayotda o'zimizni eng yaxshi versiyamizni boshqalarga taqdim qilamiz va buni sotsiologiyada vitrin effekti deydi. Ular u qadar nima bo'lib ketganki, bir-biri uchun o'zini eng yaxshi holatini ko'rsatishga ham hojat yo'q endi. Bunday begonalik bo'lishi mumkin. Ne o'ylasiz? U qadar ham uzoq bo'lishi mumkinmi bir uyda yashab? Bu nima degani? Hech ahamiyati yo'q degan. Nima bahona qilsa qilaversin. Biz gapirmasdan bir-birimizni tushunadigan bo'lib ketganmiz desa deversin. Gapi yo'q. Qolmagan gapi. Va balki hech qachon gaplashmagandir ular.
Ba'zan odam pul topadi, lekin ma'naviy jihatdan kemtiklik his qiladi. Hamma narsa bor-u, ammo nimadir doim yetishmayotgandek tuyulaveradi. Bunday vaqt insonni ruhini ko'taradigan, hamfikr bo'lib yangi g'oya, yangi fikr ulasha oladigan muhit juda ham muhimdir. Biz ana shunday intellektual klub tashkil qildik. Har oy yangi kitob, yangi mavzu, yangi fikrlar ustida suhbatlar tashkil qilamiz, muhokamalar qilamiz. Ishoning, bu muhit sizga huzur va xotirjamlik, eng asosiysi hayotdan ma'no topishingizga yordam beradi. Safimizga qo'shilish uchun quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Toshkentdan mehmonlarimiz keldi. Otabek operatorimiz, Adhamjon rejissyorimiz, Husniddinmiz? Isobek rassom. Siz ismingiz nima edi? Alisher aka. Endi Alisher aka direktor, buxgalter. Pul beradigan. Bu yoqda ismingiz? Husniddin aka, bu prodyuser. Farruh bu bizni İstanbuldagi talabalarga boshqosh bo'lib yuradigan yigitlar. Hozir bular kelib menga mana bunaqa qilib boshqacha chiroq qo'yib berishdi. Aka deyishdi, sizni chiroqchilaringiz bo'lmaydi. Biz qo'yib beramiz chirog'ingizni. Faqat nima, keyin men ham ilhomim kelib ketdi, bularga bir hikoya aytib berdim. Siz ham eshitib qoldingiz. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum.